Meni bir kishi iltimos qildi. Borib Yosinni o'qib qo'ying dedi. Bir dodaga. Borsam, kirsam bitta katta, mana shunaqa bundan sal kattaroq xonada bir 30 ta ayol kirib olgan, hali otaxon og'ir bo'lib yotibdilar, harsillab yotibdilar. Kirib olishgan, men aytdim, hammani chiqinglar dedim. Chiqinglar o'sha tashqarida duo qilib o'tiringlar dedim. Keyin derazalarni ochtirib Yosinni o'qidik, duo qildik. Chiqayotganimizda o'g'illari Abdulloh aka degan bola ekan, o'g'illari tikoda olib keladilar. Menga aytdilar, "Qora aka" dedilar, "Ha, asrda bo'lasizmi hali?" dedilar. Endi ertalab bo'layotgan ish. Aytdim, "Ha, nasib qilsa nima edi?" dedim. "Yo, odamlarni qabrlarini tayyorlatib qo'ydim, anaqa-manaqa. Mabodo bo'lmay qoladigan bo'lsalar, o'zingiz o'qib berasiz janozani asrda." Nima aytdim? "Hey, nima qiling, iymonlarini salomat qilsin, yaxshi qolsinlar, unaqa bunaqa." Oxiri vafot etdilar, bomdodga chiqarildi. Bomdodga. Men bomdodda o'zim o'sha yerdaman. Keyin bu kishiga o'xshagan kichkina bola chiqdi. Vali bo'libdi. Men aytdim, "Ukam" dedim, "Adangiz chiqsinlar, Abdulloh akani chaqiring" dedim. Yig'layapti ana bular. Adangiz chiqsinlar desam, "Yo'q, adamni janozalari" deydi. Tushunman nima. Unchunchaga o'zimni yo'qotmaydigan, shokka tushmaydigan hali joyda o'zimni yo'qotdim. "Ukam, tushunmay, otingiz nima?" desam, "Abdurahmon" dedi. "Dodangizni men o'qigan. Ana dodam o'tiribdilar, yaxshi qoldilar Yosinni o'qiganiga. Ana deydi. Yo'q, qarasam doda o'tiribdilar haligi. Haligi ketdi bo'lgan doda o'tiribdilar. O'g'li o'tib ketdi. Ana o'zida ana menga asrda janozani o'qib berasiz otamni degan o'zi uni janozasini o'qidi, qarang.